Endi bu ro'zador odam uchun ehtiyotini olishlik kerak bo'lgan o'rinlar bor. Ya'ni ro'zasini mukammal bo'lishi uchun. Qanday deyilsa, ro'zador odam ko'zini haromga qarashlikdan saqlash kerak. Alloh jalla va ala harom qilgan narsaga qarashlikdan va nomahramlarga qarashlikdan, bir odamni aybini axtarib ko'rishlikdan bunday narsalardan o'zi saqlashlik kerak bo'ladi. Ko'z orqali nima xato, ko'z orqali nima narsa gunoh qilingan bo'lsa, ro'zador odam o'zini saqlash kerak bu narsadan. Quloq orqali desangiz, mavloyani so'zlar bo'layotgan joydagi so'zlarni eshitishlik, biror g'iybat bo'layotgan bo'lsa, g'iybatdan eshitishlik, bular hammasi gunoh bo'ladi. Aytish mumkin, biz gapirmayapmiz, eshityapmiz-ku deymiz. Ana o'sha eshitishligimiz orqali biz quloqimizni ro'zasiga putur yetar ekan. Mukammal savobga ega bo'la olmaymiz. Biz Ramazon oyida maqsadimizni hamma xatolardan kechirsak, hamma Allohning xayrli ishiga biz amal qilsaydi savobga ega bo'lsa deymiz. Shuning uchun mukammal savobga ega bo'ladigan odam, demak shunday mavloyani so'zlar bo'layotgan joydan chiqishligi yoki ularni bu yo'ldan qaytarishi kerak bo'ladi. Til orqali bo'zgancha. Asosiysi bu til. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda aytadilarki, siz bir gap gapiradigan bo'lsangiz, hali gapirgan gapingiz inson yo dunyosiga foyda qilsin yoki oxiratga foyda qilsin. Agar inson dunyosiga ham oxiratga ham foyda qilmaydigan so'z bo'lsa, uni mutlaqo siz sukut saqlaganingiz afzal deganlar. Shuning uchun ayniqsa ro'zador odamlarimiz o'zimizni g'iybatdan tiyishimiz kerak. Bo'xtondan tiyishimiz kerak. Birovlarni gapirishdan tiyish kerak. Aslini olgandachi mu'min odamga birovning g'iybatini qilishlik shar'iy holatda haromga hukm qilingan. Bu harom amal. Hatto Xudo taborak va taolo Qur'oni Karimda g'iybat qilguvchilarni o'zini birodarini bo'lgan go'shtini yeganga tenglayapti. Hech kim buni xohlamaydi-ku bu narsani. Shu darajada g'iybatdan saqlanishga buyurgan. Bu g'iybatdan faqat Ramazonda emas, mutlaqo biz saqlanishimiz kerak va ayniqsa Ramazon oyida biz mana shunday birovlarga zarar yetadigan, birovlarga ozor beradigan so'zlardan o'zimizni tilimizni saqlashimiz kerak bo'lar ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuga ancha narsani gapirib turganlardan keyin til to'g'risida gapirsalar, u kishi ya Rasululloh, shu gapirgan gapimiz uchun ham biz javob qilamizmi dedilar-da. Hisob bo'ladimi dedilar. Payg'ambar alayhisolam aytdilarki, "Ey onasini yig'latib ko'r" deb erkalab gapirdilar-da. Aytdilarki, "Ha bu do'zax 100 tupan tashalayotganlarniki shu til orqali bo'ladi" dedilar-da. Insonning til orqali ahli jannat bo'lishi bor ekan. Til orqali ahli do'zax bo'lib qolishi mumkin ekan. Banda bilish kerak ekan. Inson bilish kerak ekanki, doimiy Alloh jalla va ala bizga ikki farishtani bergan. Biri o'ngda, biri chapda. Bizni qilgan har bir yaxshiligimiz yozuvchi farishtalar, bizni og'zimizdan chiqqan yomon yozuvchi farishtalar bor ekanda. Bizni og'zimizdan nima kelima kalom chiqadigan, so'z chiqadigan bo'lsa yozar ekan farishtalar. Ana shu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Ba'zi bir o'rinlarda biz gapirayotgan gapimizni o'zi eshitmayapti-ku deb gapiramiz-da. Lekin u eshitmagani bilan haligi farishta bizni har bir so'zimizni yozyapti. Ertaga ana shu yozilgan narsa nomay amal biz qo'limizga beriladi-da. Shunda biz qiyomatda Xudo taoloning huzurida o'sha nomay amal qo'limizga tekkan paytimizda xijolat tortishimiz bor. Haligi insonning oldida xijolat bo'lishimiz bor. Biz bu yerda eshitmadik-ku desa, lekin ega borganda Xudo taolo bizga nomay amal dastur qilib bersa, xijolat tortishimiz bor ekan. Shuning uchun bu banda har bir so'zini, har bir amalini, qilayotgan ishini Alloh jalla va ala nazorat qilib turganligini va farishtalar yozib turganini his qilib hayot kechiradigan bo'lsa, xato qilmaydi. Gunohdan o'zini saqlar ekan. Negaki bu narsa nomay amalga bitilib qolishligini biladi. Shunda ehtiyotini olar ekanda. Shuning uchun ayniqsa bu ro'zadorlarimiz juda tillarimiz ko'p zikr bilan mashg'ul qilaylik. Biz hozirgi kunda bilasizmi, bir nafl amalni bajaradigan bo'lsak, Alloh jalla va ala bizni boshqa oyda farzni bajargan ajrni beryapti-da bizga-da. Hozir shuna qo'ygan. Hozir biz 2 rakat nafl namoz o'qigan bo'lsak, boshqa oyda farz namozni ado qilganning ajriga, mukofotga biz sazovor bo'lar ekanmiz-da. Hozir biz bitta zikr qilib, la ilaha illalloh deb zikr qilib, tahlil aytadigan bo'lsak, Alloh bunga qancha mukofoti ziyodasi bilan ato qilar ekan. Hozir biz bu holatlarda, aksar holatimizda tilimizda shu Allohni ko'p zikr qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam salovatlar bilan o'tkazadigan bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Nima uchun? Maqsadimiz bu Ramazon oyidan, gunohdan xoli bo'lib chiqishimiz kerak-da. Bu Ramazon oyini g'animat bilishimiz kerak. Bu g'animat bilib chiqib olmasak, bizlarga unda hasrat bo'lib qolar ekan.
Şimdi bir narsa eslab o'taylikmi? Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir kuni xutba o'qigan minbarga ko'tarilayotgandilar. Ko'tarilayotgan paytlarda hech odatlar bo'lmagan ish bo'ldi. Ya'ni har bir minbar ko'tarilgan amin, amin, amin 3 bor aytdilarda. 3 bor amin dedilar. Xutbani o'qib bo'lganlarda sahoba ikramlar so'rashdi, "Ya Rasululloh, sizda hech bo'lmagan holat bo'ldi" deb so'rashganda aytdilarki, "Men minbarga qadam qo'yganimda Jabroil amin meni huzurimga keldilar. Aytdilarki, "Ya Rasululloh, qaysi bir insonni dunyo hayotida ota-onasi hayoti bo'lsa-yu, ana shu ota-onasini rozi qilib, uni duosini olib, o'ziga jannatni olmagan bo'lsa, o'sha insonga hasrat bo'lsin, burni yerga ish qilsin" dedilar. "Men amin dedim" deydi payg'ambar alayhisalom. Qarangda. Ko'rdingizmi? Demakki, hozirgi bu Ramazon oyida doimiy qilishimiz kerak. Yana bu Ramazon oyida ota-onalarimizga yana ham ko'proq mehr oqibat ko'rsatish kerak bo'ladi-da. Ularning xizmatidan duolini olish kerak bo'lar ekan. Ikkinchi borasida aytdilarki, qaysi bir kishining huzurida sizni ismingiz zikrilsa dedilar payg'ambar alayhisalomga. Ismingiz zikr qilinsa-yu, bu odam sizga salovat aytmaydigan bo'lsa, o'sha insonga burni yerga ishqon hasrat bo'lsin dedilarda. "Men amin dedim" dedilar payg'ambar. Amin deganning ma'nosi, "Ey Robbim, biz duoyimizni ijobat qil" degan ma'nosida. Qarang, uchinchisini aytdilarki payg'ambar alayhisalom, qaysi bir insonga Xudo taboraka va taolo Ramazon oyini nasib qilgan bo'lsa-yu, Ramazon oyida hayot bo'lsa-yu, sog'lom bo'lsa-yu, lekin bu Ramazon oyidan ibodatni mukammal qilib gunohlardan mag'firat bo'lib chiqib ketmaydigan bo'lsa, Ramazonni g'animat bilmaydigan bo'lsa, buni ham bir yerga chiqasin, hasrat bo'lsin dedilar. "Men amin dedim" dedilar-da. Hozir bu Ramazon oyida gunohdan forig' bo'lib ketishimiz kerak. Xato qilgan bo'lsak, banda xatodan xoli emas. Ana shu xatolarimizni hammasiga kafforat bo'ladigan amalni ko'paytirib olishimiz kerak-da. Inshaalloh shunda biz payg'ambar alayhisalom yuqorida eslagan hadislardek Ramazon oyida kim go'zal ibodatlar bilan yaxshi amallarni o'tkazadigan bo'lsa, Xudo taolo gunohni mag'firat qiladi dedilar. Alloh taborak va taolo hammalarimizga, butun xalqimizga mana shu hadis taxtiga daxil bo'lib, bu Ramazonni g'animatda gunohdan forig' holatda chiqishimizni Alloh nasib aylasin.